Magistratura davomida siz uchun eng qiyin va eng qiziqarli jarayon qaysi bo'ldi? Men javob beraman. Menimcha barchamiz uchun eng qiyin jarayon bu sessiya jarayonlari bo'ldi. Osiyo xalqaro universiteti ko'pchilik o'ylaganda prosta tak diplomni pul berib oladigan universitet emas ekan. Albatta o'zingizda bilimiz bilan, shaffoflik bilan savollarga javob berasiz va sessiyadan shaffoflik bilan o'tasiz va eng qiziqarli jarayon Uzdaniyaga oraliqlarni topshirib, bunisiga masalan yugurib borganlarimiz yoki exchange bilimlarimizni bir-birlarimiz bilan almashganlarimiz, hayot tajribalarimizda almashganlarimiz, turfa xil do'stlar orttirganlarimiz bu biz uchun qiziqarli jarayon bo'ldi. Ingliz tili sohasida kelajakda qanday o'zgarishlar bo'lishini kutyapsiz? Hozirgi kunda mana guvohi bo'ldik. Onlayn o'qishlar ham nima rivojlanib kelmoqda va kelgusida ham shu sun'iy intellekt AI orqali yoki digital platformalar orqali ham ingliz tili sohasida ko'plab o'zgarishlar va yanada rivojlanishlar bo'lishini ko'ryapman. Magistraturada o'qish davomida erishgan eng katta yutug'ingiz nimadan iborat edi? Men uchun eng katta yutug'im bu dissertatsiya ishini eng to'g'ri yozishni o'rganish bo'ldi. Chunki biz o'ylagandaqa dissertatsiya ishini yozish oson jarayon emas ekan. Imloviy xato kichkina kamchilikdan to mukammal ish jarayonini yozishgacha yetib bordik. Bunda ustozlarimiz bizga katta yordam berdilar va mana shu narsa men uchun eng katta yutuq bo'ldi va bundan keyingi PhD sohalarida ham xudo xohlasa ishimizni davom ettirsak, menimcha bizda hech qanaqa qiyinchilik bo'lmaydi bundan keyin. Agar vaqtni ortga qaytarish imkoni bo'lsa, magistratura boshida o'zingizga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Agar menda shunaqa imkoniyat bo'lganda, men onlayn emas, offlayn ta'lim tanlagan bo'lardim. Chunki onlaynga qaraganda offlaynda juda ko'p narsani o'rgansa bo'ladi degan qarorga keldim. Lekin menda bunaqa imkoniyat bo'lmaganligi sababli men onlaynda o'qidim. Lekin men tavsiya qilgan bo'lardim ko'proq offlaynda o'qishni, chunki offlaynda juda ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Bu narsa o'qituvchilarning salohiyatiga ham bog'liq. Oxudagi barcha bizga dars bergan, magistrlarga dars bergan o'qituvchilarimiz juda bilimi baland. Shuni nazarda tutgan holda, agar imkonim bo'lganda men onlayn emas, offlayn o'qigan bo'lardim. Bugungi kunda ingliz tilini mukammal o'rganishni istagan talabalarga qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Albatta o'zlarini ustida ko'proq ishlashlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Ingliz tilida chop qilingan kitoblardan, badiiy asarlardan ko'proq o'qishni. Chunki biz bilamizki, hamma narsa harakatga bog'liq. Harakat borki, albatta natija ijobiy bo'ladi. Shuning uchun ko'proq o'z ustlarida ishlashni tavsiya qilgan bo'lardim. Kelgusida o'zingizni qaysi sohada ko'rasiz? Ta'lim, tarjima, tadqiqot yoki boshqa yo'nalishda? Xo'p, kelgusida qaysi sohada ko'rish bu nima emas, ochig'i magistraturaga kirganimdan beri hozirgacha bo'lgan davrda men juda ko'p narsani o'yladim va hozirgi holatda Germaniya Federatsiyasida meditsina sohasida ishlayman. Bu yaratib berilgan onlayn masofaviy ta'limda o'qib ham Germaniya Federatsiyasida ishladim hozirgacha. Xo'p, men shu narsani tushundimki, meditsina bilan dunyoda ikkita mutaxassislar savob ham ulug' kasb egalari bo'lsa, bittasi meditsina bo'lsa, bittasi o'qituvchilik. Ikkitasini ham kelgusida teng olib borishni o'zimga loyiq deb bildim. Magistratura sizga diplomdan tashqari qanday imkoniyatlar eshigini ochib berdi? Magistraturada 2024-yil o'qishga kirgan bo'lsak, boshlanishida hammamizni fikrimiz magistratura diplomini olish bo'ldi. Lekin keyinchalik 1 yil davomida, masalan 2 yil davomida shu magistraturani o'qigan bo'lsak, mana har bittamizning fikri xayolimizda nafaqat diplom va har bittamiz do'stimizni orttirdik, dugonamizni orttirdik va men o'zim Buxoro viloyati Buxoro tumanidan bo'lsam va Namangandan, Xorazmdan va har qanday masalan 12 ta viloyatdan do'stlar orttirdim. Va shu do'stlarim mendan diplomdan ustun bo'lib qoldi. Ya'ni diplom bu o'z yo'lida, lekin do'stlarim menga qadrliroq bo'lib qoldi. Masalan, qo'rqmasdan xohlagan viloyatga borib bilamiz, o'rtog'imiz bor, do'stimiz bor va diplom orqali biz bir qimmatbaho ilmni, bilimni bir-birimiz bilan almashdik. Do'stlar orqali shu magistratura Osiyo xalqaro universiteti tomonidan
biz qimmatbaho do'stligimizni orttirdik. Shular bilan birgalikda bilim almashdik. Va bularni orqasidan man do'stlarimda yoki shu bilan birgalikda o'qigan, masalan, kursdoshlarimizga rahmat aytmoqchiman. Kelajakda nafaqat shu 2 yil davomida, kelgusida ham qandaydir o'zimizni yaxshi xislatlarimiz bilan yoki yaxshi bilimlarimiz bilan do'stlashib, o'rtoq bo'lib hamjihatlikda bilimlarimizni ulashib borsak degan niyatdaman. Va o'ylaymanki, shu niyatim amalga oshadi. Rahmat. O'qish va shaxsiy hayot o'rtasidagi muvozanatni qanday saqladingiz? Juda ham qiziqarli savol bo'ldi. 2 yil davomida mana shu magistr bosqichida o'qiyotganda nafaqat men, balki barcha kursdoshlarim birta emas, ikkita emas, 3 ta yo'nalish bo'yicha ketganmiz. Chunki oilada uy bekasi, ona, har bittamiz o'zimiz ish joyimiz bor, u yerda xodim va Osiyo xalqaro universitetida magistr bosqichini tugatdik. Oson bo'lmadi, juda ham qiyin bo'ldi, lekin hayotda har bir inson bitta o'zi nimanidir ga erishmaydi va bu muvozanatni men o'qishdagi muvozanatni albatta ustozlarim ko'magida va oiladagi muvozanatni esa bir vaqtning o'zida oila a'zolarim ko'magida, eng asosiysi turmush o'rtog'im qo'llab-quvvatlashi bilan davom ettirdim. Ilmiy rahbaringizdan olgan eng muhim saboq nima bo'lgan? Bizning ilmiy ish jarayonlarimiz oson kechmadi. Biz bir qancha bosqichlarni bosib o'tdik bu sohada. Qiyinchiliklarga uchradik, lekin bizning ustozlarimiz, ilmiy rahbarlarimiz juda ham chin dildan yordam berishdi. Ayniqsa men ilmiy rahbarimni misol qilib oladigan bo'lsam, u kishidan men matonatni o'rgandim, sabr toqatni o'rgandim. U kishi bir necha marta men bergan savollarga hech qanaqa nima qilmasdan, qiynalmasdan javob berdilar. Men o'zim Toshkentda o'qib turib, onlayn o'sha men oshirgan bo'lganim bilan u kishi har bir kuni har kun necha marta savol bersam javob berishga harakat qildi. Men u kishidan sabr toqatni, matonatni o'rgandim va kelajakda bo'lajak studentlarga, bo'lajak talabalarga ham xuddi shu ustozimdek sabr toqat bilan ishlarda yondashaman deb umid qilaman. Bu yerda olgan bilimlarimizni o'sha talabalarga berishga harakat qilaman. Oh, who's the best?